Assalomu alaykum. Hozir biz Toshkentda Farhod bozoridamiz. Sizlar bilan bloger Sardor Sen. Do'stlar, xullas biz hozir Farhod bozorida Xolid opa degan kofe sotib beradigan opani ko'rib qoldik. Sun'iy intellektda Aziz Rajabovning videolariga ishonib pul tashab qo'ygan ekan. Hozir o'zi bu haqda gapirib beradi. Telefonni hozir ko'rasizlar. Qani o'sha nimani ochib bering, lekin Xolid opa Aziz Rajabov bunaqa ishlar bilan shug'ullanmaydi lekin opa. Xolid opa keyin iltimos qilib qolardik, agar shu videoni tarqatib layk bosasizlar, Aziz Rajabovni atmetga qilib ketasizlar. Aziz Rajabov o'sha nomiga ochilgan sun'iy intellektlarda qilingan Telegramda gruppalarda odamlardan shunaqa aldab pulni olib yurgan ekan. Opa, sizdan qancha pul nima qilgan? Qancha pul tashab bergansiz? Misol uchun hozir mana gruppa ekan. Hech qachon sizni aldashgan og'riqli narsa. Ushlab turing, hozir mikrofonni vaqtga ko'ramiz. Men hammasini qadam-ba-qadam maksimal ochiq qilib tushuntiraman. Lekin bu sun'iy Men intellekt toza ishlayman. Aks holda yillar davomida ko'rgan hamma narsadan ayrilib qolardim. Mening uchun olgu puldan ham muhim. Agar bu ish shubhali bo'lganda, umuman qo'l urmas edim. Ishoning, men tushunaman. Yonimga kelayotganlarning yarmi ham avval aldovdan o'tgan. Lekin men omma oldida yodamman. Fake akkauntlar ortiga yashirinmayman. Fake'ni ko'rmayman. Mana aytayapti, fake bor, karyeram bor, obro'm bor. Nopok ish qilishga o'zimga ruxsat bera olmayman. Shuning uchun menga ishonishingiz. Nimangiz bo'lsa gapiring. Nima qilsin? Aziz Rajabov munosabat bildirsinmi video qilib yoki tarqatishga bildirsinmi, video olsinmi? Nima qilsin opa? Xolid opa. Mana hozir 360 mingga uxladingiz, to'g'rimi? qarang, hozir men sizga mana shu intellektini boshidan qo'yib beraman. Agar savolingiz yoki shubhangiz bo'lsa, menga yozing. Hammasini. Lekin bu sun'iy intellektda bu, mana qarang. Assalomu alaykum. Eshiting. Ishlaringiz yaxshimi? Sog'liqlaringiz joyidami? Kayfiyatlaringiz qalay? Sun'iy intellekt opa, lekin Ramazon oyi bilan do'stlar, mana shu akkauntga aldanib qolmangizlar. Aziz tutishga charchamayapsizmi? Aziz Rajabov degan juda ko'p aldanganlardan biri mana shu opamiz ekan. 360 mingga aldanib qolgan ekan. Farhod bozorida o'zi kofe sotadi, opamiz mehnatkash. Lekin ba'zan men vaqtni tejash maqsadida Mana shu gaplarni yo'q, lekin bu sun'iy intellektda qilinganda opa, sun'iy intellektda qilingan. Agar Aziz Rajabovga murojaat bo'lsa gapiring opa, nima qilay, qo'yib beraman hozir. Nima qilsam? Assalomu alaykum, hurmatli Aziz Rajabov. Men sizni to'g'risi muxlisingizman, ashaddiy muxlisingizman. Kinolaringizni ham sevib tomosha qilaman. Men shu Instagram tarmog'ida sizni ko'rib, shu ish faoliyatingizni ko'rib qiziqdim. Men siz bilan aloqalashdim. Siz menga xabar jo'natdingiz. Shu pulni tikish kerak, pulni sarmoya tikib, sarmoyangizni ko'paytirib beraman dedingiz. Men sizga ishondim. Men vaziyatimni hammasini tushuntirdim sizga. Ovozda xabarlaringiz ham bor. Men so'radim, bu sun'iy intellektmi? Ovozlaringiz, gaplaringiz o'zingizga o'xshamayapti desam, yo'q, men o'zimman degandingiz. Men sizga ishonib sarmoya kiritdim. Sarmoyani 2 soat ichida ko'paytirib beraman dedingiz, lekin men hali uni ola olganim yo'q. Sarmoya kiritilgan, xolasiz cheklari ham turibdi. O'zingizning bank kartangiz bor ekan, o'shanga pul tashlab, skrinshot qilib sizga tashlab berganman hammasini. Qancha pul tashlagansiz? 360 ming pul tashlaganman. Shuni ko'paytirib beraman dedilar, lekin men hech qanaqa natija ola olmadim. Tushundim, lekin siz o'ziga baribir nima qilishingiz kerak-da. Endi agar haqiqatan siz bo'lsangiz, balkim yo'q, birodar aldamaydi, men taniyman. Sizni sharoitimni hamma narsani SMS orqali yozganman, lekin siz menga umuman xolasangiz skrinshot qilib shu bloger bolaga ham berishim mumkin, yozganlarimizni. O'sha endi to'g'risi men o'zi sharoitim sal og'irroq. Men endi shu bir so'm pulni sal ko'paytiraman deb maqsadda qildim. Afsuski unaqa bo'lmadi. Ko'p internetdagilar lekin sizni maqtashyapti. Unaqa haqiqatan yo'q, trading bilan shug'ullanmaylik. pul oldim deb. Men trading bilan qatnashgan, shug'ullanganlar sizdan pul olishadi. 600 ming sarflab siz sarmoya tikasiz. 1-2 soatdan keyin yana pul tashlang, 1,5 million pul berishingiz kerak. O'shandan keyin sizni pulingizni ko'paytirib beramiz deb hamma tradingdagilar aldaydi. Chunki men o'zim ikkitasiga shu anaqa bo'yicha oldin ham aldangansiz, 600 ming. Oldin ham boshqa bir Abdulloh ismli taxallusda chiqqan bolani tradingiga pul sarmoya kiritdim 600 ming. U bola ham 2 soatdan keyin
pulingizni 14 million qilib beraman, pulni olishingiz uchun 1,5 million pul tashlashingiz kerak dedi. Men o'sha gapni men o'sha Aziz Rajabovga ham aytdim. Pulni Lekin tashlaganimdan siz soxta akkaunti bilan, fake akkaunti bilan gaplashgansiz, to'g'ri? Men tushundim. pulni tashlagandan keyin men aytdim, 1-2 soatdan keyin yana 1 million, 1,5 million pul tashlang demaysizmi desam, yo'q. Sarmoya pul bir marta qo'yiladi deb aytdingiz. Bir marta sarmoya kiritiladi dedingiz. Men o'sha gapingizga ishonib, shu sizga men pul tashlagandim. Kartaga tashlaganingizda Aziz Rajabov degan ism familiya chiqqanmidi? Yo'q. Kimni O'zini chiqqan? bankda anaqasini Kimni ism familiyasi chiqqan o'sha kartaga tashlaganingizda? ayol kishiniki chiqdi. Kimni ism familiyasi aytingchi o'shani? Hozir men unaqa qilib beraman. Siz Aziz Rajabovning ism familiyasi chiqmasa nima Men qilasiz? shuni so'radim. Nimaga bu dedim, o'zingizni familiya ismingizda emas desam, bu mana shunaqa banknikimi, anaqamizniki deb gapni to'g'rilab anaqa qilib berdi-da. Men hozir sizga o'sha hamma dokazatlarni sizga tashlab beraman. Bo'ldi. Hurmatli Aziz Rajabov, videoni ko'rgan bo'lsangiz, Farhod bozoriga kelib opaga tushuntiring. Siz trader bilan shug'ullanasiz. Men ham bilaman, lekin shunday bo'lsa ham odamlar aldanib qolyapti. Bizga obuna bo'ling, sizlar bilan Sardor Sevim bo'ldi.